Cheeseburgerni har xil turini ko'rganman, ammo piyolada tayyorlanganini ko'rdim-u darrov tayyorlashga kirishdim. Birinchi navbatda oshirma xamir tayyorlashga kirishdim. Xamir uchun kerakli hamma mahsulotlarni video ostida yozib qoldiraman. Sutni ilitib, qolgan mahsulotlarni ham birin-ketin solib, yumshoqqina xamir qoramiz va issiq joyga olib qo'yamiz. Xamir oshib chiqquncha cheeseburger uchun kotletlar tayyorlab olamiz. Yog'siz qiymaga non talqoni, tuxum solamiz va xohishga ko'ra xohlagan pripravkalar, qirg'ichdan chiqarilgan piyozni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan kotletni bo'laklarga bo'lib, yumaloq qilib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib shakl berib chiqamiz. Qizib turgan tovaga yog' solib, kotletlarni har ikki tarafini 5 daqiqadan pishirib olamiz. Bitta piyozni padak qilib to'g'rab, yog'da 2 daqiqa qovurib olsangiz, cheeseburgerlarga juda ham o'zgacha maza beradi. Bu orada oshirma xamir ham oshib, toshib ketishiga sal qoldi. Endi xamirni bo'laklarga bo'lib olamiz va zuvalachalar tayyorlab olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib, piyola kattaroq bo'lgani yaxshi. Xamirni piyola ichiga solib, videoda ko'rsatilgan mahsulotlarni birin-ketin solib chiqamiz. Qovurilgan piyoz esingizdami? Uni ham qo'shib yoramiz, o'zgacha maza beradi. Endi xamirni yaxshilab, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yopishtirib chiqamiz. Birin-ketin hamma xamirni piyolalarga solib, birin-ketin xuddi shunday qilib tugib chiqamiz. Piyoladan olib, yumaloq qilib yaxshilab shakl berib chiqamiz. Yana qayta piyolaga solib, tuxumni sarig'i va uni ustidan kunjut sepib 180 gradusda 45-50 daqiqa pishirib olamiz. Mazali cheeseburger